Bu Allah Teala'ga bulgan iman itiqadının en katta meyvesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar. İslam ahlakı dersimizden 8. ders. Allah Teala'nın isim sübetlerinin manisinin taqazzası boyunca amel qilish to'g'risida. Bu Allah Teala'ga bulgan iman itiqadının en katta meyvesidir. Her qandaq bir insan Allah Teala'ga iman keltirse, Allah Teala üçün isbatlangan güzel isim ve ali sifatlarga ishonch qilsa, bunun ma'nilari ko'ngliga o'rnatsa, qalbiga bekitilse, hakikaten bu iman o vaqtda o kişinin barliq ish faoliyatlari ve muamellarida natijalarini ko'rsatadi. Vücudida namoyanda bo'lish bilan birga cheklanmasdan u kishining so'z harakatlarida jilvalanadi. Alloh taolaning anglash yoki anglag'uchi degan sifatiga ishongan kishining og'zidan Allohni g'azablantiradigan so'z chiqmaydi. U kishi bundaq so'zning o'zining amal sahifasiga yozilib qilib, buning sababidan jazolanib qilishdan ansiraydi. Allah Teala'nın hammini ko'rguchi, hammaga shohid bo'lguchi va hammini kuzatib turguchi ekanligiga ishongan kishi Allah Teala'nın o'zini gunoh sodir qilayotgan ahvolda ko'rib qilib, buning bilan qattiq azob qilishidan ansiraydi. Shuning bilan gunoh ma'siyatdan cheklanadi va yiroq bo'ladi. Allah Teala'nın hammadan g'olib, hech bir kuchning Allohni ojizlashtira olmaydiganligiga ishongan kishi faqat Allohga bo'ysunadi. Allah Teala'nın bandalariga o'lchamlik va kengri rizq ado qiladiganligiga ishongan kishi rizqning kengri bo'lishi yoki boshqa ishlarda Allohning g'ayriga iltijo qilmaydi. Allah Teala'nın hammadan kuchlik va qudratlik, hammaga hukmronlik qilguvchi ekanligiga ishongan kishining Allah Teala'ga bo'ysunishi ziyoda bo'ladi. U insonning ko'nglida barliq kuchlik insonlar kichik ma'lum bo'ladi. Ularning oldida ojizlik yoki ansirash his qilinmaydi. Allah Teala'nın barliq isim sifatlari to'g'risidagi so'z mushundoq bo'ladi. Bu isim sifatlarning haqiqiy mukammal ma'nilarini his qilgan, uning taqozosi bo'yicha amal qilish vojib bo'ladi. Mana bu Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadisda bayon qilgan, haqiqatan Allah Teala uchun 99 isim bo'lib, buni yod qilgan kishi jannatga kiradi degan. Allohning isim sifatlarini haqiqiy yod qilganlik Muşo güzel isim ve ali sifatlarının ma'nisini ko'nglida hazır qilish bo'lsa, mu'minga eng manfaatlik yurish turishlarını ve a'zolarini bekitadigan eng katta sabablardan bo'lib, bu mu'minning qalbini, a'zolarini ve amallerini isloh qilishning sababi bo'ladi. Bu bo'lsa, tavhidni amaliylashtırishning katta namoyandasidir. 11-adab hammaga qodir Allah bilan faxrlanish. İnsanın Allah Teala bilen faxrlanishi qachon bo'ladi deganda, inson Allah Teala'ga iman keltirsa, Allah Teala'nın cheksiz kuch-quvvati, mukammal ilmi va hikmatiga ishonch qilsa, qalbidagi basorat ko'zi bilan Allah Teala'nın har narsadagi Robbani izzat va kattaligining namoyandasini ko'rsa, Allah Teala'ga ishonganlik, Allohni to'niganlik davosini hozirlasa, Allah Teala'nın izzatlik, hammadan g'olib kelguchi degan ismining ma'nisi ve Allah'ның izzatlik g'olib ekanligining hamma shakllari ko'ngliga o'rnatsa, andin Allah Teala'nın "Valillahil izzatu ve li rasulihi ve lil mu'minina velakinnel munafiqina la ya'lamun." G'alba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albining Allohning dushmanlariga emas, Allohning do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi degan bu oyatni o'qiganda mu'minning nafsi mag'rurlik, faxrlanishga to'ladi. Ojizlik va xorlik sabablaridan ustun bo'ladi. Ko'ngli Alloh taolaning g'olibligi bilan aram topadi. U har qachon ojiz, faqir mu'min bo'lsa-mu, hech qanday bir maxluq uchun xor bo'lmaydi. Doim Allohning izzati va g'olibligi bilan bo'ladi. Hech biriga xor bo'lmaydi. 12-adab Allah taolaga itoat qilish, osiylikni tark qilish to'g'risida. Allah Teala'nı Rabbim, ma'budum, itaat qilguchim deb ishongan kishi qalbidagi basorat ko'zi bilan Allohning qudratini, kattaligini ko'radi. Allah Teala'nın buyruq cheklama, qonun, prinsip, o'lcham taqdirlariga shohid bo'ladi. Asiylar kafirlardan iborat
Allah'ın düşmanlarına bu dünyada bulunduğun dert, xafilik ve ahirette bulunduğun türlük azaplarını biledi. Bu işler Müslümanın Allah'tan korkup, azabından hazar kılıp, sababını ümit kılıp, taat, ibadet, yaxşı işlerini kılışıga, periz vacip emellerini ada kılışıga, çoğun küçük günah məsiyetlerden yirak buluşuga türtki buludu. Kişiler Allah Teala'ya itaat kılış ve günah məsiyetinden yirak buluş bilen bolsa, insanga dünya ahirette bunun tesiri yaxşı buludu. Bunun cümlesinden birinci, dünyadaki ahvali yaxşı buludu. Bu şu kişiga berilgan rizqqa bereket birlish ve kuch quvvatining muhofazat qilinishi bilan bo'ladi. Bu to'g'rida Allah subhanahu va taolo mundaq deydi: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Peygamberlarni inkar qildiganlikdan halak qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan ve küfrden, günahlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning paravalliqlariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishi tufaylidan halok qildik. Bundaq kishilarning ahvolini buzadigan, ularning orasida turli fitna, buzuqchilarni paydo qiladigan shumliq va baxtsizlik, shaqiylik bo'ladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: فمن اتبع الهدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kim ki mening hidoyatimga ergashsa ozmaydi va oxirat shaqiy bo'lmaydi. Kimki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tar, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'pirmiz. Biz mushu dunyoda ko'rayotgan barliq buzuqchilik, keng tarqalgan gunoh, ma'siyat, yaxshilikdan yuz o'rish, fasodchilikning kuchayib ketishi, baloyi ofatlarning ko'p umumlashi qatorliq ishlarning hammasi keskin Alloh taologa itoat qilishni tark qilish, gunoh xatoliklarni ko'p qilishning natijasidir. İnsanlarning turmushining va ahvolining yaxshi bo'lishi Alloh taoloning taat ibodati bilan mashg'ul bo'lib, osiylik va gunoh xatolikni tark qilishga bog'lanishlikdir. İkinci, ahirette nijatlıqqa erishish ve utuq qozonish bo'lsa, jannatga kirish ve do'zaxdan qutulish bilan bo'ladi. Bu Alloh taologa taat ibodat qilish bog'lanishlikdir. Osiylik ve gunoh xatolikni tark qilishga bog'lanishlikdir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılırken Allah onu asrdan östanlar yıkıp durduğun cennetlerine kirgizidi. O yerlerde mengu kalıdı. Bu çok muvaffakiyet kazanıştır. Kim ki Allah'a ve Allah'ın peygamberine asilik kılıp Allah'ın kanunlarının sırtına çıkıp giderken Allah onu dozaq kirgizidi. O dozaqda mengu kalıdı. Horluğuçu azap kılıçar buludu. Yukarıda bayan kılınğandan başka yana dünya ahiretlik nurgun paydalar var. Allah subhanahu ve taala hemmeylerini Allah yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarni qilishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.